Buxoroda shahrining ichida yurish tezligi 60 ekan, 60 dan o'tmasligingiz kerak ekan. Shuni ma'lumot o'rnida aytib o'tmoqchi edim. Keyin bitta savol. Buxoroy Sharif deyshadi Buxoro haqida. Nima uchun Sharif deyshadi? Ya'ni Buxoroy Sharif nima degani? Kim aytadi? Yozib qoldiringlar, javob beringlar. Taraki Buxoro, zebo sanam nigoro, tushda ishqing dilaro, taraki Buxoro. Ko'zlari sharqla jonon, ko'zlari mohitobon, ibolaring bir jahon, taraki Buxoro. Taraki Buxoro. Chashmi siyo chibalo, taraki Buxoro. Darvoqi manga biyo, taraki Buxoro. Tajinda ko'ngil vayron, etmagin zoru hayron, qilaylik ahdu paymon, taraki Buxoro. Qomatim nozik shamshod. Biz Buxoroga bo'lgan safarimizni tugatdik va endi Xorazm tomon yo'l olamiz.